Qarama-qarshilik bosqichi. Navbatdagi juftlik. Omad. Mayus mahzun kunlar yuragim sensiz yorim yolg'iz dilda zorim yuragim kunlar yuragim yo'qdir ixtiyorim yo'q qarorim yuragim yondim ishqingdan men yuragim parvosan beparvo yuragim shu tuni tinaman yuragim sen qiynama meni o go'zalim güzelim yuragim qalbimda tanho sensan tilagim zor etma aslo dardimni olgin yonimda bo'lgin yuragim sog'inch qiynar meni yuragim seni deb yondim o sevgilim aziz yorim yuragim dardimni yutaman yuragim ko'rgim kelib faqat seni o go'zalim güzelim yuragim qalbimda tanho sensan tilagim zor etma aslo dardimni olgin yonimda balki sevgi pinhon yurur dilingda ammo uni chiqarmaysan tilingga Happy birthday to you, Jana. Happy birthday to you, Kisa. Wow, wow, wow. Happy birthday to you, baby. Он из вены игрушка, лампочка, пусть и сладик. Я так люблю вас, салым моя. Yuragim qalbimda tanho sensan tilagim zor etma aslo dardimni olgin yonimda bo'lgin yuragim G'ayratullo Isaqov, Oybek Sultonov, marhamat kelinglar. Demak, birinchidan Ilhom aka sizga katta rahmat. Men Dadoni bu ko'rinishda birinchi marta eshitishim. Keling ustozlardan fikrlarini so'rashni boshlaymiz. Farruh Karimov, sizning fikringiz, nomer sizga yoqdimi? Yoqqanda qandoq? Shunaqangi ilhom keldi. DJ Pilgrim eng asosiy rolni o'ynadilar. Men bularga qara olmadim. Hech vaqt bo'lmadi bularga qarab. Eshitdingizmi hajami? Yo, eshitdim. Tibbiyot
Men endi hozir shuni so'radim. Bu yuragim tibbiyot ma'nosidami yo ikkita kardiologda bu. oxirrog'ida bir xirgoylar bo'ldi-yu. Menga o'sha joyi juda yoqdi. Da. Lekin bugun tibbiyotchilarimiz juda ham xursand bo'lsa kerak. Rahmat sizga va agarda siz endigina Zo'r TVni ko'rishni boshlayotgan bo'lsangiz, hayron qolmang, ovozda hech kimni mazasi qochgani yo'q. Bu shunchaki nomer va haqiqatdan bu ikkita vrach ishtirokchilarimiz. Kumush Razzoqova, marhamat. Aytadi-yu, seni ham davolatishadi, seni ham davolatishadi, hammamizni davolatishadi. Lekin asosiy doktor Ilhom aka O'zlari. Yo'q, mana o'sha davolab bo'lmaydi. Mana o'sha davolab bo'lmaydi. Menimcha mana shu nomer bu internetda ertaga portlatadigan podpishchiklar, umuman doktorlar paydo bo'ladi. O'zligi juda ham hayajon bosdi ularni menimcha. Oybek azgina so'zlarini ham bu yana muammo, hammada muammo. Faqat ijroni chiroyli qilishimiz kerak degan narsani men o'yladimki, lekin mayerga chiqqanda ona Farruh akamni anaqasi salovati bor-da, baribir bu odamni eshitib katta bo'lganmiz biz bularni. Kumush opamni so'z qarang, naryoqda repetitsiyada hamma yo'q, zo'r mavqega chiqqanda ketib qoldi. Lekin bu yo'nalish menga yangi bo'ldi. Hech bunaqa yo'nalishda ashula aytmagandim. Endi o'zim ham qiziqib qoldim. Aka, to'g'risini ayting. Farruh aka teskari qarab o'tirganlarda qulayroqmidi qo'shiq aytish? Juda qulay. Juda qulay. O'zi men endi Oybek uzr, G'ayratillani ovozlarini eshitsam har doim yoshligimizda yetardi-yu, firma звучит. Firma. Qaysi nima yo'nalishda aytmasalar. to'g'ri. Объем oladilar-da, ham zapon. Yo'q, hech kimga o'xshamaydi o'shaning uchun. Kumush opani menimcha sezildi, kimga ovoz berganlari, Ilhom aka? Ha, men Bo'ldi, tushundim. demak hamma narsani tushundi. Ana endi esa biz bevosita jamoa ustoziga yuzlanamiz. Xo'sh, Ilhom aka. Musiqa tili bo'ldi. Men mamnun. Hozir ham bilmayman qaysi biringlar o'tasizlar. Davay muxlis jonlardan so'raymiz. Oybek akam, Xo'sh. 10 tarafli ishtirokchi. G'ayrat akam, chap tarafli ishtirokchi. Haqiqatan Kumush Qodirovni aytgandek, internet portlaydi endi. Endi asosiy maqsad shu jamoamizda Farruh Abdurazakovich Badalbayev bilan g'oya qanaqa edi? Bu ikkita inson bularda repertuar, G'ayrat akamda masalan, Oybek akamda ham bir mintalab narsalar, asarlar bor internetda. Biz yoshlarni ham bularga pritsep qilib Jalb etmoqchi. shunaqa qilib bo'ldi. Ishonchim komil, endi yoshlar bularni ko'rib internetda kim ekan bu okalar deb qolgan asarlarini ham eshitishadi. Maqsad shunaqa edi. Men o'ylaymanki maqsadga erishdingiz. Yes! Kim qoladi shouda, kim esa ovozni uyda, dasturxon atrofida uydagilari bilan tomosha qilishda. Endi men ham xalq bilan birga muxlisman. Endi xalq ko'proq qarshi chaldilar G'ayrat akamga. G'ayrat aka, siz keyingi etapga o'tasiz. Marjoysak, sizga katta rahmat. Siz ovozdasiz. Marhamat. Men obyektiv bo'laman, chunki hozirgina hal bo'ldi bu narsa. Agarda loyiha ishtirokchilariga, ustozlarga, tomoshabinlarga, umuman kimgadir aytadigan gaplaringiz bo'lsa bemalol. Bu shunaqa loyihalar ko'p bo'lsin. Va biz ham yoshi 50 dan o'tganlarda eski olganinglar uchun katta rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin, to'ylar qilaversin, borib xizmatda bo'laveraylik. Sog' bo'linglar. Rahmat. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling, lekin o'zimda aytaman, xalat juda ham yarashibdi aka. Mana shu sohani ham endi sekin ko'ramiz. Sog' bo'ling akajon, rahmat sizga. Rahmat.